Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yurtimizda Ramazon oyining so'nggi kunlari o'tib bormoqda. Bir qiziq loyihamizning navbatdagi savoli ham aynan rahmat va mag'rifat oyi hisoblangan Ramazon bilan bog'liq. Ya'ni savol quyidagicha: nima uchun Ramazon oyi har yili 11 kun, ba'zida 12 kunga siljib yuradi? Bir xilga oylab 30, bir xilga oylab 31. Fevral 28. Mana shuni hisobiga 12 kun suriladi. Ramazonga aloqasi bormi shuni? Oylardimi? Ramazon oyiga. Ramazon endi 12 kun suriladi. Har bitta oyga kirib chiqadi Ramazon. Aniqroq nima yo'qmi ma'lumot menda. Birmuncha 12 yil o'sha hisobga siljidida. Kunlik qisqarish minut sayin. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar, ataylar savol beryapsiz siz menga. Yo'q, uni bilmayman. Masalan, hijriy yil bilan milodiy yilda farqi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda joriy qilingan taqvim kalendar Grigoriy kalendari. Bu Iso alayhissalomning tavalludlaridan boshlanadi. Mana bu yil 2025-yil. Bu har oy 30 kun, 31 kundan bo'ladi. Endi hijriy taqvim bu qamariy deyiladi. Ya'ni bu oyda harakatiga asoslangan. Oyda harakati bir oy 29 kun, biri 30 kun bo'ladi. Mana bu demak 354 kun yoki 355 kun bo'ladi. Milodiy taqvim, ya'ni shamsiy taqvim, bu quyosh taqvimi. 365 kun bo'ladigan bo'lsa 66 kun, 11 kun shunda farqi bor. Ikki oyda farqi shunday bo'ladi. Endi dunyo mamlakatlarining ba'zilarida hijriy taqvimni quyosh harakatiga asoslangani ham bor. Buni hijriy shamsiy deyiladi. Eron tomonlarida bor. Bu hozirgi kunda 1404-yil. Bizi hijriy qamariy yilimiz 1446-yil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Makka mukarramada Madina munavvaraga hijrat qilganlari, ya'ni ko'chib o'tganlardan birinchi yilda qabul qilingan.